Har qanday sonni nolga ko'paytirsangiz, u doim nolga teng bo'ladi. Son qanchalik katta bo'lmasa, natija o'zgarmaydi. Iymonsiz odamning nazarida o'lim ham xuddi o'sha nolga o'xshamaydimi? Tasavvur qiling, barcha yutuqlaringiz bir varaq qog'ozga yozilgan. Maktab uchun +1, martaba uchun +2, nikoh uchun +3, mol-mulkingiz uchun +4 va bu ro'yxat shunday davom etadi. Lekin eng oxirida ularning barchasi katta nolga ko'paytiriladi. Chunki bu odam oxiratga nisbatan ishonch bilan yashamagan. O'lim hamma narsani nolga ko'paytirdi. Oxiratga ishonmaslik aslida shunday bo'ladi. Yillar davomida sa'y-harakatlar, xotiralar, yutuqlar hammasi yo'q bo'lib ketadi va afsuslanishga kech bo'ladi. Ammo oxiratga ishongan musulmon yo'lning oxiri yo'qlik bilan tugamasligini yaxshi biladi. Bu abadiylikdir. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Ishlash, sevish, sayohat qilish, o'qish, lekin bir farq bilan. Agar ularni Allohning roziligini topish niyatida qilsangiz, hamma narsa qadrli bo'ladi va ular abadiy hayotga ham meva beradi. Chunki Alloh uchun qilingan hech bir amal zoyi ketmaydi. Hayotingizni nimaga ko'paytirishingiz, natija nima bo'lishini belgilaydi. Nolga ko'paytirmaslikka harakat qiling. Matematikani yaxshi bilasizmi, yo'qmi? Buni do'stingizga yuborishni unutmang.